Assalomu alaykum muslimalarim. Bugun sizlar bilan birgalikda Get Ready With Me qilamiz. Ota uyimga uydagilar bilan mehmonga boramiz. Sababi onajonimning shukrona ayyomlari. Onajonim, shukrona ayyomlaringiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq, baxtingiz butun bo'lsin. Yuzlarga chiqib yuring. O'g'lim yo'q deb umuman o'ylamang. 10 o'g'il o'rnini bosadigan qiz bo'laman. Niyatlarim hali juda ham ko'p. Alloh nasib etsa hammasiga sekin-astalik bilan erishaman. Allohga oson deyishadi-ku. Duboykalarim ichidan eng chiroylisini tanlab kiyib oldim. Bugungi look menga juda ham yoqdi. Sizlarga ham yoqdimi? Orada menga yoqqan lirik chekinish sizlar bilan bo'lishkim keldi. Qo'lidan kelmagan ish yo'q. Hamma ishni joy-joyiga qo'yadi. Unchalik emas, pulsiz soya. Joy-joyiga qo'yadi. Borsak, hamma narsa bisyor. Ovqat deysizmi, choy deysizmi, hamma narsa bor. Bu gaplarni eshitib, qanaqa xursand bo'lganimni ta'riflab bera olmayman. Bular buvijon, qaynona oyijonimlarning onajonlari bo'ladilar. Har bitta niyat qilgan qizga nasib qilsin. Hammamiz birin-ketinlikda uyga yetib oldik. Onajonim xursand bo'lib ketdilar. Ularni chiroyli sovg'alar bilan xursand qildik. To'g'ri, gap sovg'ada emas, muhimi e'tiborda. Lekin ularning xursandchiliklari bizning xursandchiligimiz. Hammamiz o'tirib diydor shirin qildik.